Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugun men sizlarga shunday muhim ma'lumotlarni taqdim etmoqchimanki, bu har biringizga taalluqli bo'lishi mumkin. Ayniqsa, agar siz uy-joy, yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulk egasi bo'lsangiz, bu videoni 15 aprelgacha birorta ham gapini o'tkazib yubormasdan diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Negaki shu sanadan keyin sizni jiddiy moliyaviy muammolar kutishi mumkin. Men bilaman, soliqlar, yangi qonunlar haqida gap ketganda ko'pchilik zerikadi, ammo bu safargi o'zgarishlar sizning hamyoningizga bevosita ta'sir qiladi va oldindan ogohlantirilgan, demakki qurollangan bo'lasiz. Shunday ekan, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam bilishi kerak. So'sh muammoning mohiyati nimada? Avvallari ko'chmas mulk soligi va yer soligini hisoblash tizimi nisbatan sodda, ammo ba'zan tushunarsiz edi. Ko'pincha soliqlar mol mulkning aniq bozor qiymatiga mos kelmasdi, ayniqsa kadastr qiymati uzoq yillar davomida yangilanmagan hududlarda. Bu esa ba'zi holatlarda adolatsizliklarga olib kelardi. Masalan, bir kisil maydondagi ikkita uy, biri shaharning markazida, ikkinchisi chekkasida joylashgan bo'lsa ham taxminan bir kisil soliq to'lar edi. Yoki ba'zi fuqarolar soliq to'g'risidagi xabarnomalarni umuman olmasdi, natijada katta qarzdorliklar yig'ilib qolardi. Soliq idoralarining o'zlari ham har bir obyekt bo'yicha aniq ma'lumotlarni tizimlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelardi, chunki ma'lumotlar bazasi eskirgan, ayrim hollarda qog'oz shaklida saqlanardi. Ba'zida qo'l mehnati orqali hisob-kitoblar amalga oshirilganligi sababli satoliklar ham tez uxrab turardi. Fuqarolarga soliq to'lovlarini amalga oshirish yoki qarzdorliklarni tekshirish jarayoni ham murakkab bo'lib, ko'p vaqt talab qilardi. Endilikda esa ahvol tubdan o'zgardi. Xanab to'banmati pilibkidi Hukumat tomonidan soliq ma'muriyatchiligini tubdan yaxshilash va uni raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu ko'chmas mulkning kadastr qiymatini yangilash va uni bozor qiymatiga yaqinlashtirishga qaratilgan yangi mexanizmlarning joriy etilishi. Ya'ni endi sizning mulkingizga hisoblanadigan soliq miqdori uning joylashuvi, turi maydoni, qurilish materiali va hatto infratuzilma yaqinligiga qarab aniqroq belgilanadi. Bu degani shahar markazidagi qimmatbaho uy uchun soliq chekkadagi oddiy uyga nisbatan sezilarli darajada ko'p bo'ladi. Bundan tashqari, soliq ma'lumotlari yagona elektron tizimga integratsiya qilindi. Bu shuni anglatadiki, sizning har bir ko'chmas mulkingiz haqidagi ma'lumotlar, uning egasi, maydoni, kadastr raqami va boshqa zaruriy tafsilotlar yagona bazada jamlanadi. Bu holat avtomatik hisoblash tizimini yaratishga imkon beradi va inson omili sababli yuzaga keladigan satoliklar minimallashtiriladi. Shuningdek, soliq to'lovchilarga xabarnomalarni yetkazib berish ham yangicha tarzda, ko'pincha elektron shaklda amalga oshiriladi. Keling, bu o'zgarishlarni batafsilroq ko'rib chiqaylik. Kimlar bu yangiliklardan xavotirlanishi kerak va kimlarga taalluqli emas? Birinchidan, agar siz ko'chmas mulk egasi bo'lsangiz, ya'ni shaxsiy uyingiz, kvartirangiz, bog' hovlingiz, garajingiz yoki yer uchastkangiz bo'lsa, bu sizga bevosita tegishli. Masalan, tasavvur qiling, siz poytaxtning Mirobod tumanida eskiroq, lekin joylashuvi juda yaxshi bo'lgan 3 xonali kvartiraga egasiz. Ilgari bu kvartiraning kadastr qiymati ancha past bo'lib, siz yiliga taxminan 500 ming so'm atrofida mulk soligi to'lardingiz. Yangi tartib bo'yicha bu kvartiraning kadastr qiymati bozor qiymatiga yaqinlashtirildi, chunki u markaziy hududda joylashgan metro va boshqa infratuzilmalar yaqinida. Natijada sizning mulk soligingiz masalan 1 million 900 ming so'mgacha oshishi mumkin. Bu degani sizga keladigan soliq xabarnomasida avvalgisidan 2 barobar ko'proq summa ko'rsatilishi ehtimoli bor. Agar siz Toshkent viloyatining qishloq hududida joylashgan akt sotiq yer uchastkasiga ega bo'lsangiz, ilgari yer soligi deyarli sezilmas edi. Masalan, yiliga 100 ming so'm. Endi esa qishloq xo'jaligi yerlarining ham kadastr qiymati yangilanganligi sababli bu summa 200 ming so'mga yetishi mumkin. Har bir hududning o'ziga xusus iqtisodiy rivojlanish darajasi va infratuzilma qiymatiga qarab kadastr qiymati belgilanishida katta farqlar bo'lishi mumkin. Endi kimlar xavotirlanishi kerak emasligi haqida. Agar siz ijarada yashasangiz va o'zingizning nomingizda hech qanday ko'chmas mulk bo'lmasa, bu yangiliklar sizga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli emas. Soliq majburiyati mulk egasining zimmasiga tushadi. Shuningdek, qonun bo'yicha soliq imtiyozlariga ega bo'lgan shaxslar, masalan, ayrim toifadagi nogironlar, urush qatnashchilari, yolg'iz pensionerlar uchun belgilangan chegirmalar va imtiyozlar saqlanib qoladi. Biroq, shuni unutmangki, bu imtiyozlar ham yangi kadastr qiymati hisobiga yangidan qo'rib chiqilishi mumkin. Masalan, agar siz nafaqa oluvchi bo'lsangiz va sizga tegishli mulk soliqdan ozod qilingan bo'lsa, yangi tartibda sizga baribir soliq hisoblanishi mumkin, ammo kamaytirilgan stavkada yoki ma'lum bir miqdoridan keyingi qismi soliqqa tortilishi mumkin.
mumkin. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi va soliq kodeksining tegishli moddalari asosida belgilanadi. Shuning uchun imtiyozga ega bo'lganlar ham o'z soliq xabarnomalarini diqqat bilan tekshirishlari shart. Keling, bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Misol, bina ilintanmiş şekilde deden misava. Siz poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida yangi qurilgan zamonaviy turar joy majmuasida joylashgan 4 xonali kvartira egasisiz. Kvartiraning umumiy maydoni 32 kvadrat metr. Avvalgi tizimda siz yiliga 1,5 million so'm atrofida mulk solig'i to'lashingiz mumkin edi. Yangi hisoblash metodikasiga ko'ra, bu hududdagi yangi qurilgan uylarning kadastr qiymati sezilarli darajada oshirilgan. Endilikda sizning kvartirangizning kadastr qiymati masalan 1 milliard 200 million so'm deb baholandi. Belgilangan soliq stavkasi 0,25% bo'lsa, siz endi yiliga 3 million so'm mulk solig'i to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu degani sizning soliq yuki 2 barobar oshgan. Bu holat ayniqsa Toshkent shahri va viloyat markazlarida yangi qurilgan uylarning egalariga tegishli. Misol 2, siz Samarkand viloyatining bir qishlog'ida o'zingizga tegishli 10 sotik yer uchastkasiga ega bo'lib, unda kichik bir hovli joylashgan. Avvalgi yillarda sizning yer solig'ingiz deyarli minimal edi, taxminan 150 ming so'm. Yangi baholash tizimi natijasida hududning agrar salohiyati va transport infratuzilmasiga yaqinligi hisobga olingan holda sizning yer uchastkangizning kadastr qiymati sezilarli darajada oshirilgan. Aytaylik, endi uning qiymati 100 million so'm deb belgilandi. Agar yer solig'i stavkasi 0,1% bo'lsa, siz yiliga 100 ming so'm yer solig'i to'laysiz. Bu misolda esa soliq miqdori kamaygan bo'lishi mumkin. Chunki avvalgi tizimda ba'zan aniq baholash yo'qligi sababli yuqori soliqlar ham belgilangan holatlar uchragan. Bu degani, yangi tizim har doim soliqni oshiravermaydi. Ba'zi holatlarda adolatliroq baholash tufayli u kamayishi ham mumkin. Ammo bu holatlar kam uchraydi. Misol 3, siz kichik biznes egasisiz va o'z uyingizning bir qismidan ofis yoki savdo nuqtasi sifatida foydalanasiz. Ya'ni sizning mulkingiz ham turar joy, ham noturar joy maqomida bo'ladi. Ilgari bu kabi mulklar uchun soliq hisoblashda chalkashliklar ko'p edi. Yangi tizimda agar mulkning bir qismi tadbirkorlik faoliyatida ishlatilayotgan bo'lsa, uning o'sha qismi uchun alohida yuqoriroq stavkada soliq hisoblanishi mumkin. Misol uchun, agar sizning 100 kvadrat metrlik uyingizning 30 kvadrat metr go'zallik saloni sifatida foydalanilsa, bu 30 kvadrat metr uchun noturar joy mulki uchun belgilangan stavkada soliq to'lanadi. Qolgan 70 kvadrat metr uchun esa turar joy mulki uchun belgilanadigan stavkada. Bu yerda ikki xil soliq stavkasi qo'llanilishi mumkin va bu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun muhim ahamiyatga ega. Endi esa qoidalarning istisnolari, tuzoq joylari va nuanik nuanslariga to'xtalib o'taylik. Birinchidan, kadastr qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar. Yangi tizim joriy etilishi bilan mulkingizning yangi kadastr qiymati sizning moliyaviy majburiyatlaringizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz o'zingizning mulkingizning yangi kadastr qiymati bilan tanish bo'lmasangiz, bu siz uchun kutilmagan vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi hollarda agar sizning mulkingiz baholashda noto'g'ri baholangan bo'lsa, masalan, uning maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki qurilish yiliga noto'g'ri baho berilgan bo'lsa, bu soliq miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun soliq xabarnomasini olganingizda unda ko'rsatilgan mulkning maydoni, turi va boshqa ma'lumotlarining to'g'riligini tekshirish juda muhimdir. Agar satolik topsangiz, uni darhol tuzatish choralarini ko'rishingiz kerak. Ikkinchidan, imtiyozlar va ularning qo'llanilishi. Yuqorida aytib o'tganimdek, ayrim shaxslar uchun soliq imtiyozlari mavjud. Biroq bu imtiyozlar avtomatik tarzda qo'llanilmasligi mumkin. Siz o'zingizning imtiyozga ega ekanligingizni soliq organlariga ma'lum qilishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, siz pensioner bo'lsangiz ham, agar soliq idorasi sizning nafaqa oluvchi ekanligingiz haqida ma'lumotga ega bo'lmasa, sizga to'liq soliq hisoblanishi mumkin. Bu kabi holatlarning oldini olish uchun imtiyozga ega bo'lgan shaxslar soliq xabarnomasini olgach, darhol soliq idorasi bilan bog'lanib, o'z imtiyozlarini tasdiqlashlari lozim. Aks holda, ortiqcha to'langan soliqni qaytarish jarayoni biroz vaqt talab qilishi mumkin. Uchinchidan, mol-mulkning bir nechta egasi bo'lganda. Agar biror mol-mulk bir nechta shaxsning umumiy mulki bo'lsa, masalan, erzotin yoki aka-ukalar nomi bo'yicha, dalillarchidan pasha ne soliq har bir mulkdorning ulushiga mutanosib ravishda hisoblanadi. Bunda ham soliq xabarnomasida har bir egasining ulushi va unga to'g'ri keladigan soliq miqdori aniq ko'rsatilganiga ishonch hosil qilish kerak. Ba'zi hollarda bir mulkdor soliqni to'liq to'lab qo'yishi va keyin qolgan egalardan o'z ulushini undirib olishga majbur bo'lishi mumkin. Bu holatlarda oldindan kelishib olish yoki har kimning o'z ulushini o'zi to'lashini ta'minlash muhimdir. To'rtinchidan, meros qilingan mulklar.
Agar sizga yaqinda meros orqali ko'chmas mulk o'tgan bo'lsa, sizning nomingizga rasmiylashtirilganligi va soliq bazasiga kiritilganligi sababli siz ham bu mulk uchun soliq to'lovchisiga aylanasiz. Merosni rasmiylashtirish jarayonida soliq organlariga tegishli ma'lumotlar avtomatik ravishda yuborilishi kerak. Biroq, agar qandaydir sababga ko'ra bu ma'lumotlar bazaga kiritilmagan bo'lsa, sizga soliq xabarnomasi kelmasligi mumkin, ammo bu sizni soliq majburiyatidan ozod qilmaydi. Keyinchalik qarz yigilib qolishi va jarimaga tortilishi mumkin. Shuning uchun, agar sizga meros o'tgan bo'lsa, soliq idorasiga murojaat qilib, o'z ma'lumotlaringizni aniqlashtirishingiz shart. 5-dan noturar joy obyektlari. Do'konlar, ofislar, ishlab chiqarish sekslari kabi noturar joy obyektlari uchun soliq stavkalari turar joy obyektlariga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Agar sizda shunday mulk bo'lsa, uning soligi sezilarli darajada o'zgargan bo'lishi mumkin. Bu yerda ham kadastr qiymati va hududning iqtisodiy faolligi hisobga olinadi. Masalan, tuman markazidagi kichik do'kon bilan shahar chekkasidagi omborg zonaning soliq stavkalari va hisoblash mexanizmlari butunlay boshqacha bo'ladi. Mare palaprup tema imkondari tani so'sh. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yish lozim? Birinchi qadam, o'z mulk ma'lumotlaringizni tekshiring. Soliq xabarnomalari odatda pochta orqali yuboriladi. Ammo elektron hukumat tizimi rivojlanganligi sababli soliq qo'mitasining rasmiy sayti soliq.uz orqali yoki my.gov.uz portali orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, o'z mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni va hisoblangan soliq miqdorini tekshirishingiz mumkin. Bu ayniqsa 15 aprelga qadar muhim, chunki shu sanagacha sizga hisoblangan soliqlar bo'yicha aniq ma'lumotlarni olishingiz kerak. Agar siz hali elektron raqamli imzo eri olmagan bo'lsangiz, uni tezda rasmiylashtiring. Eri sizga ko'plab davlat xizmatlaridan masofadan turib foydalanish imkonini beradi. Ikkinchi qadam, hisoblangan soliq miqdorini tahlil qiling. Sizga kelgan xabarnomada ko'rsatilgan soliq miqdorini o'tgan yillardagi to'lovlar bilan solishtiring. Agar soliq miqdori sezilarli darajada oshgan bo'lsa, uning asoslarini tushunishga harakat qiling. Xabarnomada mulkingizning kadastr qiymati va qo'llanilgan soliq stavkasi ko'rsatilishi kerak. Agar bu ma'lumotlar tushunarsiz bo'lsa, 3-qadamga o'ting. 3-qadam, savollar va noaniqliklar bo'lsa, soliq idorasiga murojaat qiling. Agar siz soliq xabarnomasidagi ma'lumotlarga rozi bo'lmasangiz, mulkingizning maydoni yoki turi noto'g'ri ko'rsatilgan deb hisoblasangiz yoki imtiyozingiz hisobga olinmagan bo'lsa, darhol yashash joyingizdagi davlat soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport, kadastr hujjatlari va agar imtiyozga ega bo'lsangiz, bu imtiyozni tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Soliq xizmat xodimlari sizga barcha savollaringizga javob berishlari va zarur bo'lsa, hisoblashda yuzaga kelgan xatoliklarni tuzatishlari kerak. Murojaat qilganingizda albatta yozma shaklda arizani 2 nusxada tayyorlang va bir nusxasiga soliq idorasi xodimining imzosi va sanasini qo'ydirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklarda sizning haqingizni himoya qilishga yordam beradi. 4-qadam, soliqni o'z vaqtida to'lang. 15 aprel bu shunchaki ogohlantirish emas, balki muhim bir sana. Ko'chmas mulk va yer soligining birinchi qismini yoki butun summasini 15 aprelgacha to'lash talab qilinadi. Aks holda har bir kechiktirilgan kun uchun penya hisoblanishi mumkin. Penya esa kichik summalardan boshlanib, keyinchalik sezilarli darajada oshib ketishi mumkin. Soliqni banklar, pochta bo'limlari orqali, shuningdek internet banking tizimlari, masalan, Payme, Click, Appelsin yoki soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali onlayn to'lash imkoniyatlari mavjud. To'lovni amalga oshirgandan so'ng albatta to'lov kvitansiyasini saqlab qo'ying. 5-qadam, ma'lumotlaringizni yangilab turing. Agar sizning mulkingizga oyda har qanday o'zgarishlar, masalan sotish, sotib olish, hadya qilish, rekonstruksiya qilish, yer maydonining o'zgarishi yuz bersa, bu haqda kadastr organlariga va soliq idoralariga o'z vaqtida xabar bering. Mulkni rasmiylashtirish jarayonida bu ma'lumotlar avtomatik tarzda soliq bazasiga kiritilishi kerak, ammo nazoratni o'z qo'lingizda saqlash ortiqchalik qilmaydi. Noto'g'ri ma'lumotlar keyinchalik soliq qarzlarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, ko'chmas mulk va yer soligi hisoblashdagi yangi tizim jiddiy o'zgarishlarni olib keldi. Bu o'zgarishlar barchamizga taalluqli bo'lib, 15 aprelgacha o'z soliq majburiyatlarimizni tekshirish, zarur hollarda soliq idoralariga murojaat qilish va to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish nihoyatda muhimdir. Agar siz bularni e'tiborsiz qoldirsangiz, keyinchalik jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu muhim ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam bilishi uchun do'stlaringizga va oila a'zolaringizga ham ulashing. Hamma kimdan tassan tatta hammamizning moliyaviy savod sonligimiz oshsin. E'tiboringiz uchun rahmat.